Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ravzalari hududi bor yo'g'i uyimdan minbarimgacha deganlar. Ya'ni uylari mana shu yerda turibdi. Uylaridan minbargacha mana ravza. Lekin ko'pchilik kirgan odam mametga kiradi-da, namoz o'qiydi-da, mametdan chiqib ketadi. Bu ravza emas. Tushundinglarmi? Ravza mana kecha salomga kirdik-ku. Salomga kirayotgan edi, minbarni ko'rsatdim sizlarga. Mana Ahmet minbar. Minbardan salom berayotgan joygacha borasiz-da, o'sha uyga devori to'xtagan joy bor-ku, o'sha yerda mamlakatiga parallel to'rtburch chetsiz. Ana o'sha ravzani ichi bo'ladi. O narigi taraflarida kimdir kirgan bo'lsa, hozir Xudo xolasi ko'rasizlar, odamlar to'lib ketganini oldi tarafni to'ldirib tashlaydi. Chunki biladi ular ilm ahli. Ko'p ilm bilib, ozgina bo'lsa ham eli bosh tushuntirgan bo'lsa, oldiga intiladi. Oldi ravza, orqa tarafga emas. Askarlar nima qiladi? Bo'ldi, turlaringni chiqarib oladi. Siz vaziyatdan foydalaning. Ya'ni tur degan paytida namoz o'qing, sekin bunda qarang oldiga. Sekin oldiga borib yurib, 2 rakat o'sha oldi tarafida namoz o'qishga harakat qiling. Ana o'sha joyi, mana qarang, yana tushuntiraman. Faraz qiling uylari, uy mana. Siz mametdan kelyapsiz. O'sha uyimdan mana bor yo'g'i bo'lsa 8 metr yoki 10 metr bo'ladi, mana 10 metr. Uyimdan minbarimgacha, minbar turibdi. Mana shu hudud ravza. Qolgani ravza emas. Ravzani yana bitta belgisi kolonnalar turadi. Kolonnalar tepasiga qarasangiz, gullari bor. Ana o'sha gullari bor kolonnani ichi ravza bo'ladi. Qolgan kolonnalarga qarasangiz, tekis bo'ladi. Bu ravza emas. Tushundinglarmi? Hattoki ko'pchilik Madina Munavvaraga keladi, ravzada namoz o'qidim deb, mametda o'qiydi-da, qaytib chiqib ketadi. O'shaning uchun mana ravza. Qo'lingizdan kelgancha birovga ziyon yetkazmasdan o'sha yerda o'qib chiqinglar namoz. Kelishdikmi? Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan narsa so'raymiz. Faqatgina salovat aytasiz. Allohim izn bersa shafoatingizga oling deyishingiz mumkin. Allohu akbar. Shunisi Alloh izn bersagina shafoatlarga ola olishlari mumkin sizga. To'g'ridan to'g'ri shafoatlarga ola olinglar. Alloh ruxsat bersagina sizni shafoatlarga ola oladi. Hamma narsani faqat Alloh buyursa, ruxsat bersagina qila olinglar. Tushundinglarmi? O'shaning uchun nima musibatingiz, nima muammongiz bo'lsa, Allohdan so'raysiz. Allohim rozi bo'lsin, bilib-bilmay qilgan gunohlarimizni Alloh o'zi kechirsin.